yangi manzaralarni, yangi tabiiy joylarni bo'ling. Ko'rib turgan yer Ali Mo'g'ulxo degan tumani bo'ladi. Shu sababdan bu mantiqani Ahli Mo'g'ulxo deb aytar ekanlar. Bu yer aholisi, sizlarga aytsam, mo'g'ullardan tashkil topgan ekan. Daryoning narki tarafida esa madankorlar bor. Ya'ni bular tilloni ishini qiladilar. Bo'lsangiz, Salom. bugun aziz Ali Mo'g'ul degan bu tumanga boramiz. Ali Mo'g'ulxoning biz bilan bo'ling. Ko'rmagan yangi manzaralarni, yangi tabiiy joylarni bo'ling. Aytish lozimki, quvoncha birinchi marta u yerga boradi. Bir yuzga tomon borgan yo'q ekanlar. Andarsa bugun bizni inshaalloh yaxshi vaqtlarni birga kechiramiz.
halingda yoningda Assalomu alaykum aziz do'stlar, umid qilaman sog' salomat bo'lsangiz. Aziz do'stlar, men hozir Badaxshon viloyati va Alim-Mo'g'ulxo degan bir tumandaman. Mana bu siz ko'rib turgan yer Alim-Mo'g'ulxo degan tumani bo'ladi. Bu yer bo'lsa Badaxshonda yerlashgan. Qarang, bu yerning manzarasini juda ko'rguli va chiroyli bir joy. Aziz do'stlar, bu yerni Alim-Mo'g'ulxo deb aytar ekanlar. Biz ma'lumotlandikki, shu o'tganlarda Mo'g'ullar imperatorligi davrida bir qancha urug' shu mantiqada yerlashib qolgan va bir qismi esa Chapchi Yardor degan bir mantiqada bo'lgan ekanlar. U keyin mana shu mantiqaga ko'chib kelgan, ya'ni shu Mo'g'ul urug'i shu yerda yerlashgan va hozir bir qancha xonavoda yo aholi bu yerda yashar ekanlar. Shu sababdan bu mantiqani Ahli-Mo'g'ulxo deb aytar ekanlar. Hozirgacha ham shu ism bilan musammo. Mana bu yerda bir maktab bor, eski maktab. Bu yerni ismi ham Lisey Ahli-Mo'g'ulxo deb nomlangan ekan. Bu yer aholisi, sizlarga aytsam, Mo'g'ullardan tashkil topgan ekan. U yerda hozir yashab turgan urug'lar tojik va mo'g'ullar bo'lar ekanlar. Mo'g'ullarni men so'radim, ma'lumotlandimki, aynan bizdek qilib o'zbekcha gapirar ekanlar. Ularning tili ham, ya'ni men maroq bo'lib so'radimki, yo mo'g'ullar ham bizdek qilib gapiradilarmi yo gapirishlari boshqa bir shakldami desam, aytdilarki, yo bu hozir Mo'g'ullar ham bizlardek qilib gapiradilar, ya'ni o'zbek tilida gapiradilar. Ularning shivasi biroz farq qilar ekan, lekin ya'ni o'zbekcha juda yaqin turar ekan mo'g'ul lahjasi. Siz ko'rib turgan yer Alim-Mo'g'ulxo degan tuman. Mana bu yerni qarang. Yaxshigina daryosi ham bor ekan. Men sizlarga xohladimki, bu kun
bir farqli yerdan ko'rsatuv olsam va taqdim qilsam. Umidki bu ko'rsatuv sizlar uchun ham ma'qul bo'lsa va dilingizga yoqsa. Agar ana shunday zo'r ko'rsatuvlarni bizning kanalimizdan ko'rmoq istasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling va hamisha mana shunday zo'r ko'rsatuvlarimizni qochirmang. Mana bu Mo'g'ullar tumani. Shu dunyoni ko'p yerlarida Mo'g'ullar yashasa, lekin unday otlariga musammo bo'lib qolgan joy unchalik bo'lmasa, lekin mana shu Badaxshon viloyatida Mo'g'ullar xotiga musammo bo'lib qolgan joy bor ekan. Ya'ni shu imperatorlik davrida bir qancha urug' sho'rda qolib ketgan, u keyin shu qolib ketgan urug'lar sho'rda qolishi sababli bir mantiqa ularning otiga musammo bo'lib qolgan. Aziz do'stlar, mana bu ko'rib turibsiz, daryo bor. Daryoning narki tarafida esa madankorlar bor. Ya'ni bular tilloni ishini qiladilar. Bu yerda ishlab turganlar ham bor. Biz ma'lumotlandikki, shu tumanda mana daryolarning qirg'oqlarida tillo madallari ham bor ekan. Mardum bu yerda shu ish bilan shug'ullanib, tillo qo'lga keltirar ekanlar. Bular hammasi madankorlar, madan ishchilari. Bu yerdan tillo qo'lga keltirib, keyin u tillalarni pul bilan almashtirib, keyin yaxshi sarmoyaga ega bo'lar ekanlar. Bularning aytishlaricha, bu ya'ni tillosi juda yaxshi tillo chiqar ekan. Unday bearzish emas, ya'ni arzishi juda yuqori tillo chiqar ekan bu yerdan. Endi daryoning yorrog'iga boramiz. Aziz do'stlar, sizlarga ham aytaman, shu viloyatga keling, mana shunday eski qadimiy joylardan ko'ring va lazzat oling. Meni ham birinchi bor bu tumanga sayohat qilishim, men ham mana shunday eski qadimiy joylarni sayohat qilishni juda yoqtiraman. Va bugun bunday bir toza yerni ko'rib, toza bir tabiatni ko'rib, juda ko'nglim ochildi, juda toza bo'ldim ochig'i. Sizlarga ham aytamanki, mana shunday joylarga keling va yaxshi kayfiyatlar o'tkazing. Hozir men bu yoqqa qaradim-u, bu madanchilar tomonga o'tishni yo'lini topmadim. Bo'lmasa, o'sha madanchilar yoniga ham borib bir video olardik, ular bilan suhbatga kirardik. Ammo mutassifona oqqa o'tish imkoniyatimiz yo'q. Shu yerdan u yerdagi ishlab turgan vatandoshlarimizga salomimizni yo'llab qolamiz. Mana bu yeri Ali-Mo'g'ulxon tumani va Ali-Mo'g'ulxon tumanining daryosi. Bizning shuncha vaqt davomida ko'rganingiz uchun rahmat bildiramiz. Bizga hamroh bo'ling va mana shunday zo'r videolarni qochirmang. Mana bu yeri Ali-Mo'g'ulxon tumani. Kelgusi ko'rsatuvgacha hammalaringizni Alloh pokka topshiraman. Hamisha qayerda bo'lsangiz sog' salomat yashang, osuda yashang va baxtiyor yashang. Yaxshi qoling aziz do'stlar.